Fizik, xolinergik va dermografik to'rvoqlar shular jumlasidandir. Bir qator virusli infeksiyalar ham to'rvoqqa sababchi bo'lishi mumkin. Gepatit viruslari, gepatit A, B, S'lar, Epstein-Barr virusi, oddiy gerpes viruslari bunga misol. Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan to'rvoq kasalligi haqida gaplashmoqchiman. To'rvoqni qo'shimcha yana krapivnitsa yoki eshak yemi deb yuritilsa ham bo'ladi. To'rvoq bu qizg'ish, teri yuzasidan ko'tarilib turadigan toshmalar yoki angenevrotik shish bilan xarakterlanuvchi holat bo'lib hisoblanadi. Allergik kasalliklar ichida uchrash bo'yicha atopik dermatit va bronxial astmadan keyingi 3-o'rinni egallaydi. To'rvoq kechishi bo'yicha 6 haftagacha o'tkir to'rvoq, 6 haftadan keyin esa surunkali to'rvoq deb yuritiladi. O'tkir to'rvoq ko'pincha baliq, dengiz mahsulotlari, sigir suti, yer yong'oq, tuxum iste'molidan keyin boshlanadi. 55% holatda esa immunoglobulin Y ishtirokida kechadi. Shuningdek, to'rvoqning quyidagi turlari bor. Allergik to'rvoq, idiopatik to'rvoq, yuqori yoki past harorat sababli paydo bo'luvchi to'rvoq, dermografik to'rvoq, vibratsion, ya'ni tebranish tufayli paydo bo'ladigan to'rvoq, xolinergik, kontakt tufayli paydo bo'ladigan to'rvoq va angenevrotik shishlarni misol qilish mumkin. Quyidagi omillar to'rvoq kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Ular ximikatlar, uy changi, hasharotlar, o'simliklar, issiq, sovuq, nurlanish kabi fizik omillar, ovqat moddalari, viruslar, bakteriyalar va zamburug' kabi infeksiyalar, surunkali davom etuvchi kasalliklar. Ba'zi holatlarda esa to'rvoq qo'shimcha ta'sirlardan keyin ham paydo bo'lishi mumkin. Misol uchun, un mahsulotlari, non iste'molidan keyin jismoniy yuklama qilinganda to'rvoq yoki anafilaksik reaksiya yuzaga kelishi mumkin. Ovqat allergiyasi bolalarda asosan o'tkir to'rvoqqa sababchi bo'ladi. 2% holatlarda esa surunkali to'rvoqqa sabab bo'ladi. Ayrim ovqat mahsulotlari o'zida ko'p gistamin saqlaydi yoki organizmda ko'p gistamin ishlab chiqarilishiga sabab bo'ladi. Bu holat ham to'rvoq keltirib chiqarishi mumkin. Bu holatni fanda psevdoallergik holat deyiladi. Bunda to'rvoq qaysi oziq-ovqat mahsulotidan keyin paydo bo'lganligini bilish kerak bo'ladi. Bir qancha holatlarda to'rvoq dori iste'mol qilingandan keyin yoki organizmga kiritilgandan keyin bir necha kunlardan keyin boshlanishi mumkin. Misol uchun, penisilin bilan davolagandan keyin bir haftadan keyin paydo bo'luvchi to'rvoqlarni bunga misol qilish mumkin. Nosteroid yog'lanishga qarshi preparatlar, narkotik analgetiklar, antibiotiklar, ko'pincha polimeksin, siprofleksasin, rifampitsin, vankamisin kabilar, rentgen kontrast moddalar allergik bo'lmagan to'rvoqqa sababchi bo'lishi mumkin. Kontaktli to'rvoq esa allergen bilan terining o'rtasidagi o'zaro ta'sir tufayli paydo bo'ladi. Lateksga nisbatan bo'ladigan to'rvoq bunga misol bo'ladi. Ingalyatsion allergiyalar ham to'rvoqqa sababchi bo'lishi mumkin. Bunga ovqat allergiyasi bilan kesishma sindrom sabab bo'ladi. Hasharotlarni chaqishi yoki tishlashi ham o'tkir to'rvoqqa sabab bo'ladi. Masalan, ari, asalarilar chaqqandan keyingi yuzaga keladigan to'rvoq va bu holat ko'pincha anafilaktik reaksiyalar bilan birga keladi. Bir qator virusli infeksiyalar ham to'rvoqqa sababchi bo'lishi mumkin. Gepatit viruslari, gepatit A, B, S'lar, Epstein-Barr virusi, oddiy gerpes viruslari bunga misol bo'ladi. Liambliya, askarida kabi gijjalar ham surunkali to'rvoqqa sabab bo'lishi mumkin. Bir qancha ichki kasalliklar ham surunkali to'rvoqqa sababchi bo'lishi mumkin. Masalan, bo'qoq kasalligida ham surunkali to'rvoq uchrashi mumkin. To'rvoq kelib chiqish mexanizmi. To'rvoq kelib chiqishida asosiy vazifani organizmdagi semiz hujayralar va bazofillar bajaradi. To'rvoq rivojlanishi esa allergik va allergik bo'lmagan mexanizmlarda kechadi. Allergik yoki allergik bo'lmagan ta'sirlarni semiz hujayralarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sirlari semiz hujayralardan ko'plab gistamin va gistaminga o'xshash moddalarni ajralib chiqishiga sabab bo'ladi va bu holat to'rvoq paydo qiladi. Endi allergik reaksiyalar mexanizmi haqida gaplashamiz. Birinchi tip allergik reaksiyalar immunoglobulin Y ishtirokida kechadi. Ikkinchi tip allergik reaksiyalarda esa immunoglobulin G va immunoglobulin M'lar semiz hujayralarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilish orqali to'rvoqqa sababchi bo'ladi. Fizik, xolinergik va dermografik to'rvoqlar shular jumlasidandir. Uchinchi tip allergik reaksiyalarda esa qonda aylanib yuruvchi immun kompleks shakllanadi va bu holat to'rvoqqa sababchi bo'ladi. Urtikar vaskulit, krioglobulinemiya, komplement tizimining nasliy nuqsoni, miyeloma, dermatomiyozitlar shular jumlasidandir.
Allergik bo'lmagan to'rvoqlar esa bir qancha dori vositalarini semiz hujayralariga va bazofil hujayralarga to'g'ridan-to'g'ri ta'siri tufayli paydo bo'ladi. Shuningdek, ba'zi bir ovqat mahsulotlari o'zida ko'p miqdorda gistamin saqlaydi. Shu mahsulotlarning iste'moli ham to'rvoqqa sababchi bo'lishi mumkin. Klinikasi to'rvoq uchun quyidagilar xarakterli. Birinchisi, qirg'og'i eritema, ya'ni qizarish bilan o'ralgan yuzaki shish. Ikkinchisi, qichishish, ba'zida qizish hissi. Uchinchisi, toshmalar har doim ham o'tib ketuvchi xarakterga ega bo'lishi. Toshmalar odatda 30 minutdan 24 soatgacha bo'lgan muddatda o'tib ketadi. Toshmadan keyin esa terida hech qanday iz qolmaydi. Toshmaning kattaligi esa bir necha millimetrdan bir qancha santimetrlargacha bo'lishi mumkin. Qichishish haqida gapiradigan bo'lsak, qichishishlar terida kuzatiladi, toshmadan mustaqil bo'ladi va odatda kechga borib kuchayadi. Bo'yin, halqum va tomoqda shish shakllanishi mumkin. Bu holat esa yutinish va nafas olishni qiyinlashtirishi mumkin. Shuningdek, shish ichak devorida ham bo'lishi mumkin. Bu holat qayt qilish, ich surilishi, qorinda og'riq keltirib chiqarishi mumkin. To'rvoq bilan og'rigan bemorlarda ko'pincha urtikar dermografizm kuzatiladi. Qichishgan joy qashilganda yo'l iz qoladi. Ba'zan esa bemorlar terining yozilgan yuzalarida yoki tasmalarning o'rnida to'rvoq paydo bo'lganiga, toshmalar paydo bo'lganiga shikoyat qiladi. Surunkali to'rvoq ayollarda ba'zan oy ko'rish vaqtida og'riq qoldiruvchi vositalardan keyin ham paydo bo'lishi mumkin. Urtikar vaskulitda toshmalar bir necha kungacha saqlanishi mumkin. Toshmadan so'ng esa ko'pincha dog' qoladi. Kichik nuqtasimon toshmalar odatda xolinergik to'rvoq uchun xos. Shuningdek, to'rvoq bilan birga angenevrotik shish degan tushuncha ham mavjud. Angenevrotik shish uchun xarakterli. Birinchi, to'satdan paydo bo'ladi va shishlar katta bo'ladi. Jarayonga terini derma va gipoderma qavatlari ham tortiladi. Ko'pincha shilliq qavatlarda uchraydi. Ikkinchi, terida sanchishlar, qizish, tortilish hissi, ba'zan og'riqlar kuzatiladi. Angenevrotik shish uchun qichishish unchalik xarakterli emas. Angenevrotik to'rvoqqa nisbatan ko'proq saqlanadi, 72 soatgacha terida saqlanib turishi mumkin. To'rvoq turini aniqlash uchun teri sinamalari. Birinchi, sovuq ta'siridagi to'rvoqni bilish uchun terini bilak sohasi ichki yuzasiga kichik muz bo'lagi qo'yiladi. 10-20 minut davomida kutiladi. So'ngra muz olib tashlanadi. Xuddi shu sohani xona haroratida sekin-asta isitiladi. Shu holatda shish yoki to'rvoq shakllanishi sovuqqa to'rvoq tashxisini qo'yishga asos bo'ladi. Ikkinchisi, suv ta'siridagi to'rvoqni bilish uchun 35 gradusli suvda namlangan doka teriga 30 minutga qo'yiladi. Suv bilan kontakt bo'lgan joyda 20 minutdan keyin to'rvoq shakllanadi. Uchinchisi, xolinergik to'rvoqda bemor 30 minut davomida intensiv yurishi yoki 15 minut davomida bir joyda yugurishi yoki issiq vannada turishi tavsiya qilinadi. To'rtinchisi, quyosh nuri ta'sirida paydo bo'ladigan to'rvoqni bilish uchun terini 1 sm kvadrat yuzasi quyosh nurida ushlab turiladi va natijaga qarab tashxis qo'yiladi. Beshinchisi, kontaktli to'rvoqni bilish uchun shubha qilinayotgan agent teri yuzasida ishqalanadi. So'ngra 60 minut davomida kuzatiladi va tashxis qo'yiladi. Oltinchisi, vibratsion, ya'ni tebranish sababli paydo bo'ladigan to'rvoqni bilish uchun bemor bilak sohasiga 4-5 minut davomida laborator vibrator qo'yiladi va tashxis qo'yiladi. Differensial diagnostikasi. Parazitlar, ya'ni gijjalar tufayli bo'ladigan to'rvoqda qonda immunoglobulin E miqdori keskin ortadi. Urtikar vaskulitda qonda S reaktiv oqsili paydo bo'ladi. To'rvoq 36 soatdan ko'p vaqt davomida ushlanib turadi. Bo'g'imlarda va muskullarda og'riq kuzatiladi. Ko'pincha toshmadan so'ng giperpigmentiv dog'lar qoladi. Tashxis teridan olingan biopsiya asosida qo'yiladi. Ba'zan homiladorlikni 3-trimestrida to'rvoq, pufakchalar, qichuvchi toshmalar paydo bo'ladi. To'rvoqdan keyin aksariyat o'tib ketadi. To'rvoq kasalligini davolashda eng ko'p ma'lumot beradigan va davolashda foydalansa bo'ladigan usullardan biri allergik kundalik yuritish. Shu orqali ta'sir qilinayotgan agent topiladi va bemorning kundalik ratsionidan chiqariladi. Medikamentoz davosi. To'rvoq kasalligini davolashda eng ko'p qo'llaniladigan va yaxshi samara beradigan usullardan biri antigistamin preparatlari ikkinchi avlodi ko'p qo'llaniladi. Ba'zan to'rvoq kasalligi avj olgan vaqtda bu preparatlar yordam bermasligi mumkin. Shu vaqtda antigistamin preparatlar birinchi avlodiga murojaat qilinadi qisqa vaqtga. Shuningdek,
kasallikni kechish bosqichlariga qarab glyukokortikosteroidlar, steroidlar, leykotrienga qarshi dorilar, desensibillovchi preparatlar, immunodepressantlar, infuzion preparatlar, ich suruvchi preparatlar qo'llaniladi. Og'ir autoimmun chorvoqlarda esa plazmaferez qo'llash mumkin, lekin bu vaqtincha samara beradi xolos. Surunkali chorvoqni davolashda antigistamin preparatlari yordam bermaganda omalizumab preparati qo'llaniladi. Omalizumab preparati bu monoklonal antitela. Tekshiruvlarga ko'ra, omalizumab preparati surunkali chorvoqda, xolinergik chorvoqda, sovuq yoki issiq sababli bo'ladigan chorvoqda, quyosh nuri ta'sirida paydo bo'ladigan chorvoqda, terini ezilishi tufayli paydo bo'ladigan chorvoqda yaxshi samara beradi. Omalizumab preparatini qo'llashda qondagi umumiy immunoglobulin Y'da miqdori tekshirilmaydi. So'nggi tadqiqotlar omalizumab preparati effektivligi baland, samarasi yaxshi va zararli nojo'ya ta'sirlari juda kamligini ko'rsatmoqda.